Yaxshimisizlar oyijonlar, sog'lig'inglar yaxshimi? Vaqtinchalik istoriyalarni kamroq qo'yib turaman, chunki ozgina charchab qoldim. Buni necha kundan beri aytyapman. Sizlarga bitta narsa aytib bermoqchiman. Hozir yonimizdagi yordamchi qiz-da, endi siz yordamchi deb turaman. Yordamchi qizimizda aytyaptilar, Zulayho opa, singlim tug'yaptilar, Xudoga shukr, kesarov bo'libdilar. Qayerdan dedingiz? Xorazmda kesarov bo'libdilar. Uziga tushganda hammasi yaxshi deyilgan, lekin bola 2 hafta oldingi uzidagi ko'rsatkichlari bo'yicha tug'ilgan, ya'ni ozg'in bo'lgan. Keyin KTG apparatiga uzidan ko'ngli to'lishmabdi-da, KTG apparati bor, homilaning ahvolini belgilab beradigan. KTGga tushsa срочный, ya'ni tug'dirib olish kerak deb aytilgan. Ko'rsatgan ko'rsatkich 2 serva qilgan. Yana sizlarga bitta narsa aytib beraman. Tak,